Hoy bola, tezlashtir. Hozirgi yoshlar g'ordan tashqariga chiqishni ham bilmaydi. Bizon ovlab go'sht olib kelishga kuchlari yetmaydi. Bular odam bo'lmaydi. Bizdan keyin hayot yo'q. Bular bir foydasi tegadigan ish qilsa bo'lmaydimi? Bular paxta terishni ham bilmaydi. Mana ahvol. Bular kompyuterdan boshini ko'tarmaydi. Bizdan keyin kelajak yo'q. 2125-yil. Men bular haqida bir narsa deya olmayman. Bular teleport yursa bo'ldi. Bizni davrimizda qanaqa edi? Biz esa yoshlarga ishonamiz.